$1000 bo'ladimi? Voy mana. Nima mana? Bo'lmaydi. O'zani hukumatga gapirishganida 1300 deyishdi. Unaqa ko'zlaringizni, qoshlaringizni, kipriklaringizni pirillatishingiz bilan foydasi yo'q bizga. Qimmat xizmat telefonim ham zo'r va Telefonlaringiz ham qimmat ekan. Yaxshi, samimiy yo'q. Agar birodarlar dengiz qutursa, shamollar avjiga chiqsa, kemadagilar yo Alloh deyshadi. Agar sahrodagi odam adashib qolsa, karvon yo'lini topolmay qolsa, karvondagilar yo Alloh deyshadi. Agar baxtsiz hodisa bo'lib falokat kelsa, musibatga uchraganlar yo Alloh deyshadi. Agar muhtoj kishi oldida hamma eshiklar yopilib qolsa, talablar rad qilinsa, mana shunday odamlar ham nima deydi? Yo Alloh deydi.